Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Umid qilamanki, sog' salomat bo'lsangiz. Bizlar tafrihimizni albatta badavlat buzurgvoron qariya Chog'tak, Berham Chog'tak soyida ekan, nazdik Chimtol soy. Mashallah ko'rasizlar. Birinchi ham omodadir. Qarordi ki Nurjon qilsak, buni boshpazabamiz ham suzib atdi. Qandoqsiz buva? Yaxshi. Oromlimi? 30 nima? Mamadullo Qurbon oshpaz. Mashallah. Necha yil oshpazlik qilasiz? Taqriban 20 yil bo'ladi. 20 yil. Birinchi qilasizmi yo boshqa narsa ham o'shman? Shu birinchi qilaman, piyoza shu doshi. Mashallah. Xo'p, bu birinchi necha soatga taqriban omoda bo'ldi? Bu birinchi 4 soatga omoda bo'ldi. Bizlar inshaalloh mana shu Chog'takni inshaalloh muhassillari, doktorlari, ulamolari shunday bir taqozo qildik, biron tafrih, ya'ni shunaqa qilmoqchi uchun boshqa inshaalloh mehmon da'vat uzoqdan dashtan yo'q inshaalloh. O'zlarisiz. Inshaalloh bizlar o'zimiz inshaalloh. Xo'p, bu shu tafrih birinchi bor tafrihizmi yo boshqa qilmagasizlar? Ya bizlar inshaalloh har yilga bor. Har yilga. Ha, bitta ham bundan kattaroq edi inshaalloh. Bu yilgita garchi kichikroq bo'ldi, bitta kattaroq edi bundan ko'ra. Mot berib o'rgan boramiz. Doshi albatta bishbatdi. Tomoqlarimiz ham chiqadi, kel haybar. Aksini ham olaylik, uzoqdan tomoqlarimiz ham mana maşallah rangi va ayog'i hamma narsasi meni edi. Bu tafrinlik bo'rga barguzor qilib biz Chog'tak tushgan soyda edilar. Do'stlar, u yerga ham non sizilib, mehmonlarning oldiga boradi. Bizlar ham joylarimiz qolib boramiz u yerga. Ulardan ham bir ta'sir olamiz. Sizlar Assalomu alaykum. Sog' qo'rsanglar. Oromlimi, jonli jo'rmi? Buni mas'uli kimda? Shu yerdagi. Mas'uli menman. Xo'sh, qorsak bu bir tabang necha nafarlik kishi? Bu bir tabang yana 2 nafardikida. 2 nafar muntazam esa ham birinchi ham doshi zo'rlik qilmaydi. Yo zo'rlik qilmaydi, garchi badallari faol bo'ladi. Faol bo'ladi. Albatta bozi ham bor, to'p. Bozi bor, masalan, azm bo'ladi, bularni yeganar bozi qilamiz. Bu masoriflarni bir nafar deganmi o'zlaringiz qo'shgansizlar? Masoriflarni shundoq nechta xadamalar bor, xizmatguzorlar shular inshaalloh bergandilar. Do'stlar, hatman inshaalloh Chog'tak soyiga bergan birinchi bor ham men ham vazifadan chiqib da'vat qildi bular. Bir kisayu bir guzarish olsay, tafriy soli 1450 Qorsoy hatman inshaalloh qilgan. Do'stlar, pushti kameraga ham hamkorlardan qolgan Mulla Azizlar Qurboniy shu mezbonlardandir. Boramiz o'rlagan buzurgvorlar bor. Az jumla mas'ulin janobi Firqoni sohib Shorvol viloyati Faryob va Nuroniy sohibi ham bor. Imkoni bo'lsa inshaalloh ulardan ham bir ozgina ma'lumot olamiz yo so'raymizki, qanday bo'lib bu tafriga huzur topdilar. Bu yerga non shurbiga keldilar. Mullazor برایم مثل بوستانی وطن یعنی شکوه من اگرچه باغ ویرانی چه حد راغب بود خرسند ترقی کرده ای خاکم شکست هر بر قدرت در این خاکت به آسانی برایم مثل بوستانی وطن یعنی شکوه من اگرچه باغ ویرانی چه حد راغب بود خرسند ترقی کرده ای خاکم شکست هر بر قدرت در این خاکت به آسانی. Hurmatli ko'ruvchilar, umid qilamanki sog' salomat bo'lsa. Bizlar ham birinchi tafrih kunimiz. Bu kun buzurgvorlar oldimga var Hoji sohib va diga mavlon sohiblar bor. Badavlat shu buzurgon va javonon bu mavqeat ham qaror ma'lumotga bizlarga beradilar. Chog'tak soy deydi marbuta Lusvoli Almor. Tafriga chiqib ekanlar, bular ham iftixor bag'ishlari, bizlar ham bularning o'rtasiga keldik. Da'vat bo'lganmiz. Hoji sohib oldingi va inshaalloh Nuroniy sohib. Hoji sohib birinchi borga o'zingizni bir otingizni ma'rif qilsangiz, garchi hamma to'yda bo'z ham bir ma'rif qiling, otingiz ismi sharifingiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nahmaduhu va nusalli ala rasulil karim va ala alihi va ashabihi ajmain. Banda Izzatulloh Nuroniy bir fard mujahid viloyat Faryob Lusvoli Almor qariya
Chaqotakka tug'ilganman. Alloh Ziljalol sizga ham barakat bersin. Bu tafrillar yaxshi narsadir. Buni hammasi mabda va manshasini hamma biladiki, alhamdulillah bu samarai xidmat mujohidin ikromki imorat islomida bir amniyat sartosarini ketiganda bu dunyoga bemonand alhamdulillah bir nafar bu yerdan mana shu shahargacha 20 daqiqalik yo'l bir 5 mil pasi bo'lsa olib bora olmaydi shu yerga. Ola alhamdulillah mardimlar agar bo'jigan puli bo'lsa bu yerdan Kobulgacha ham oromish bilan intiqol beradi. Birodarlarimiz Qandor, Hilmanlardan bu yerga tafri uchun keladi. Bu tafri do'moq ozodlikni ko'rsatadi alhamdulillah. Ozodik islomiyat bilan bu asli ozodi mana shu lazzat baxshda. Ko'pala yaxshi. Bu yer banomi bir Chimtolsoy va Chag'otaysoy 5400 necha nazdiki 5,5 ming jirib zaminda. Bu avval ta oxir mana shu mardimni molcharida. Nazar va nufusi to'r qariya berga mushtarakan mollarini ham shu o'llatadi. Shoqosimi, Chag'otak, Sho'rcha va Arab to'rtta qavmda molcharida. Bularda nazar va nufusi har qaysini o'zini sahmi bor. Bizlar ham xohladikki shu ro'z mana bu millati sharif mardimi qariyai Chag'otak va boshqa joylardan ham ba'zi mehmonlar tashrif ketganda shu yerga bir tafriy dumoq uchun alhamdulillah keldik. Ko'pala xushalman. Sizdan ham mutashakkirmanki bunda bizlarga vaqt berdingiz, bu yerga kelib alhamdulillah gaplashdik va tashakkur bu qavmlardanki mana bu yerga ulamo ikrom katta bir zahmat tortgan ekanlar. Bu yerga alhamdulillah bir tafriy dumoq bo'ldi. Bunga hamma birday xushaldi. Salomat Hoji sohib. U kishilarki keladi shundoq xudovand bir sabza joyda bizga to'qgan bir bahorda bunday oromlikda. Pas shu joyni bir tamiz qilmay ishni ketadilar qasib qilib. Ularga nima foydamiz bor? Nazofat juz iymonda. Bu yerga vaqti keladi, bizlarga bir gap bor aytadi. Shu hayvonlardan bir eshki degan, eshki agar yotmoqchi bo'lsa, joyini bir tinnab yotadi deb. Bu yerga vaqti keliladi, bunday bir tafrigoy umumini mulavvas qilishlik o'zi gunohdir. Har kim keladi birodarlar, mana bu yerga xush keladi. Bu hammani o'tani mushtarakidir. Hech kimga hech kim mamonat qilmaydi. Lekin o'sha joyda lamach chatal qilmasinki, oyanda yana bir birodarini o'ltirishga qo'moqa mushkulot topiladi. Ham mushkili sihiy, ham mushkili nazofat chatallik bo'ladi. Tashakkur. Tashakkur Hoji sohibdanki bizga vaqt berdi va bizlar bilan musohaba qildi. Mashallah,